Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, yurtdoshlar, musofirdagi yurtdoshlar. Tani joninglar sog'mi? Hamma charchamasdan, joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Avvalambor hammani ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hammaga muborak bo'lsin, joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Akalar, mana bugun biz yana Qashqadaryo viloyat Kitob tumani Market mol bozoriga keldik. Xudo xolasa Market mol bozorimizdan sizlarga yaxshilarini olishga harakat qilamiz akalar. Birinchi bo'lib sigir bozorlardan boshlaymiz. Bugun 2026-yil 19-fevral hafta kuniga chorshanba Qashqadaryo viloyat Kitob tumani Market mol bozori. Soat menlarimiz 10:00. Akalar, o'zgina kechikdik olishga endi boricha olamiz. Xudo xolasa rozi bo'lasizlar. Mana shunaqadan boshlab olaveramiz. Bu nech pul deyapsiz buni? Aytar. Qoluvdi biz uni o'qtab. Nech pul deyapsiz buni? 42 million dedim. 42 million so'm yana bola. Nechinchi bola bu? 3-chi. Bolasi erkak. Bolasi erkak, 3-chi bola 42 million so'm baho. Sut nechta bunga? Ertalab kechga 10 ta, 5 litr ertalab, 5 litr kechga, 10 litr sut ertaga kech. 42 million so'm narxi. Bozor nima dedi aka buni? 38 million so'm so'rabdi akalar, lekin sigir zo'r ekan. Oldinga bir torting. Sigir zo'r. Lekin yaxshi sigir. Qizil sigirimiz. Mana bolachasi. Bolachasi ho'kizcha, galopgacha akalar mana sigirimiz. Arqalarini olib qo'yamiz sigirimizni yurishlarini. Erta kech 10 ta sutga 38 million so'mga berilmayapti akalar. Nomer qo'yamiz aka bunga. Akalarda bunaqa sigirlar ko'p bular shved desalar, shved, mesni desalar, mesni, semental desalar, semental, Lubboydan topib berib nomer ayting. 88lik 805 1618 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Lubboy sigirni Lubboy variantidan topib berib kelishtirib beradi narxlarini. Sog' bo'ling. Xo'p, mana bu yerga shvetimiz. Shvetellolar. Vo, mana bunimizni olib qo'yaylik. Qani qo'rmaysizlar, charchamayapsizlar. Qaynar bozor, Asta. Bolasi galopgacha ekan. Xo'p. Nechinchi bola bu? Birinchi bolami? G'unojin hali. Xo'p. Narxi nech pul aka buni? 60 million baho. 60 million baho. Birinchi bola, bolasi erkak. Sut nechta bunga? 15 ta sut erta kechga. 60 million baho. Bolasi erkak. Yaxshi sigircha ekan. Bozor nima so'radi buni? 52 yarimga berilmabdi akalar, lekin buzoqchasi ham yaxshi ekan. Bolasi ham zo'r, yaxshi erkak buzoqcha. 52 million so'mga berilmabdi akalar. Sigirimizni bo'ylari 1.35, 1.40 atrofi taxminiy bo'ylari. 1.5 atrofi. Ha, shunaqa 1.5 ham chiqishi mumkin. Birinchi bola akalar. Bular agar nomer bersa, nomerlar olishga harakat qilamiz. Bunga nomer qo'yamizmi yoki sotamiz nasib bo'lsa? Sotiladi nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa sotilar ekan. 52 million so'mga berilmayapti. 60 million bahosiz. 52 million so'mga berilmayapti. Xo'p, mana buni bolasi hozir olamiz buni. Mana sigirimiz. Bolasi mana. Mana buzoqcha katta bo'lib qolgan, bir 2 oyliklar bo'lib qolgan bolasi. Nech pul ekan bu? 55 million. 55 million so'm bahosi. O'sha yanasi nechinchi bola? Sut nechta bunga? 5-bolasi. 5-bola. Suti 10 ta suti. 10 ta sutga garantiya deyapti. 55 million so'm bahosi. Aybi o'chimchakka 10 ta sutga zo'r. Xo'p. Bozor nima so'rayapti buni? 45,5-16 million so'rayapti, berilmayapti akalar. Bolachasi lekin galopgacha xudo xolasa nasllik bo'ladigan buzoqlardan. Yaxshi buzoq. Nomer qoldiramiz bunga. Ayt. 88lik 380 1070 ga aloqaga chiqarasiz akalar. Yana bola sigirni Lubboy variantidan bo'ladi bu akalarda topib berishaveradi akalar. Bu bo'lmasa boshqasi ham bor, uyda ham ko'p bularning izi ko'p, topib berishaveradi akalar. Buzoq qancha deyapti? Yana bola ekan buzoqlar. Baltayskiy.
Nech pul ekan bu? Shvitni zo'r ekan. 42 million so'm kam bor aka. 42 million so'm kami bor. 12 sutga beraman. 12 ta 13 ta sutga. Bolasi urg'ochi 3-chi Bolasi urg'ochi 3-chi qoringa ekan, lekin zo'r ekan. Sigir zo'r ekan. Buzoq ola tushib qopti faqatgina. Yo'q, buzoq Buzoq ham zo'r, lekin rangi o'shadi. Olatovskiy bo'ladimi bu endi? Golishtin bo'ladimi? Gibrid buzoq bo'ladi lekin, zo'r buzoqcha bo'ladi bu ham. 42 million so'm kami bor, 3-chi bola. Nechta sutga dedik? aka 12 12 ta 13 ta sutga, 10 ta sutga olaversin mayli. 10 ta sutga olsin, garantiyalik bo'lsin. Bozor nima so'radi buni? Bozor aka baland 37 yarim. 37 yarim so'rabdi bozorimiz akalar. Bular nomer bersa nomer olamiz. Nomer qo'yamiz, soy bo'lar shart emas. Ha? 90lik 244 1780 akalar aloqaga chiqsalaringiz, bular lubay variantdagi ena bola sigirdan topib berishadi. Bo'g'oz desangiz bo'g'oz ham topib beradi, ena bola sigir desangiz ena bola sigir ham topib berishadi. Jivona bilan mayda ho'kizcha bilan mayda buzoqchaga o'zimga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar, yaxshi buzoqlar lekin. Aloqaga chiqib so'rab olasizlar, o'sha nomerdan topib berishaveradi akalar, lubay variantini. Xo'p. Yana bo'lachamiz. Nech pul aka bu? Xo'rmang. 35. Bozor nima so'rayapti aka buni? 27,5 so'rayap, bermayapsiz. 35 bahosi, 27,5 bozor so'rayapti, berilmayapti. Bolasi erkakmi, irg'ochimi aka buni? Irg'och a? Nechinchi bola ekan bunga endi? 4-chi bola. 5-6 ta suti bor. 7-8 ta suti bor ekan, yaxshi ana. 4-chi bola, bolasi irg'ochi 27 million so'mga berilmayapti ekan akalar. Gap yo'q. Ha. 7-8 ta sutga garantiya. 27 millionga berilmayapti. 4-chi bola akalar ana. Hop. Savdo bo'layotgan joy. Qaysi savdo bo'lyapti akalar? Salom alaykum. Просто salom alaykum. Qattiq siltab. Salom alaykum. Makka uni. Nech pul deyapmiz tog'a buni? 30 million deyapti. 30 million. Bozor nima so'rayapti? 25. 25 so'rayapti. Bolasi erkak. Bolasi erkak. Nechinchi bola aka bu? Ikkinchi bola. 30 million bahosi, bozor 25 million so'm so'rayapti. Bolasi erkak. Ikkinchi bola. Sut nechta? 6 ta 7 ta sutga. Bo'ylari biri 20 dan tepa, biri 30 lar atrofi. Biri 30 minusga bo'ylari. Yaxshi. 25 million so'mga bozorga berilmabdi, akamiz bermadim 25 million so'mga deyapti. Yaxshi sigircha, bolasi erkak ekan. Ha. Akamizniki berilmabdi 25 million so'mga. Qanaqadir bozorga savdo yo'q a? Nimagadir bugun? Yo'q, umuman bugun oluv yo'qmi bilmayman, savdo yo'q. Bu aka, bular qanaqa? 3 tami bu? Uchalasi. 3 ta. Katta qizi, kichkina qiz a? Katta qizi, kichkina qizi, enasi. Nech pul bular narxi? Aka, o'yloving, narxi nech pul bular? 50. Bozor biror nima so'radimi? Ha, tog'a bilan. Tog'a nima so'radi bozor bularni? Ha, yaqqami? Ha, yaqqa savdo bo'lyapti, mushiga savdosi bo'lyapti. 50 million uchalasi, o'yloving narxi. Qaynar bozor. Bo'ldi. Bu qaysi guruhda o'zi? Qaynar bozor YouTube kanalimizda. Shigimda yaxshi chiqibdi. Bolasi erkakcha varianti. Bolasi. Aka, buni narxi nech pul deyapmiz aka? 50 deyapti. 50. Bolasi erkak. Nechinchi bola aka bu? 3-chi bola. Sut nechta? 8 ta sutga. 50 million bahosi. Bozor nima so'rayapti aka buni? 38,5. 38,5 so'rab bermadingiz. 38,5 so'rab bermadi. 3-chi bola erkak sut nechta dedik? 8 ta sutga garantiya dedi. 38 ga berilmabdi. 50 million baho qo'yib o'tiribdi. Dehqon akalarimiz. Xo'p, nomer bersa olamiz, lekin sigiri yaxshi sigir ekan akalar. Toza sigir bo'ladigan mol. 3-chi bola deyapti, oraga qisir qolgan bo'lishi ham mumkin mavjud. Men ko'zimga balki shunaqa ko'rinayotgandir. Unisini bilmadim. Aka, bozor 38 so'radi buni.
8,5. 38,5 ga bermadingiz. Bunga nomer beramizmi yo bo'lmasa sotiladimi shu yerga? Sotasiz. Agar bu mabodo nomer qo'ysa, bitta qiziqqanlar telefon qilib so'rardi. Ha, sotib bo'lsa, sotib yordim deysiz. Ha, egasiz emas. Egasi boshqa ekan, bo'ldi. Ha. Yo'q. Mana bunisini olamiz endi akalar. Aka, bu narxi nech pul? 30 yapmiz. 30. Bolasi g'unojin. Bolasi irg'ochi 30 million bahosi nechinchi bola aka bu? 5-inchisi. 5-bola. Bozor nima so'rayapti aka buni? Bozor 22. 22 shunaqa so'rabdi bozor. 5-bola bola irg'ochi. Akalar mana 8 litr. 8 litr sutga ekan aka. Mana akamizning moli 8 litr sutga deyapti. 22 ga bermabdi. Xo'p, akalar bozorga qanaqangidir bugun oluv yo'q. Lekin odam ko'p, mol bor, oluv yo'q, savdo bo'layotgan joyi kam. Aslida mana shu joy savdo bo'lyapti ekan, mana nech pul so'rayapsizlar aka buni? Nechi? 200 ga 18. Bolasi erkak irg'ochimi ekan? Irg'ochi bola 200 ga 18 million. Haqiqiy bo'layotgan joy mana. Ha, sigirimiz bo'ylab biri 10lar atrofi, bolasi irg'ochi, ikkinchi bola ham yo birinchi bola yo ikkinchi bola. Bolasi irg'ochi 200 ga 18 million so'rabdi akamiz. Mana savdo bo'lyapti akalar, mana shu joy. Ey, 100 ming siz o'tib bering, 100 ming buyog'lar chiqsin, bitta ishlaringiz. 100 o'tib beradi. 100 ekanlar o'rtasidan. Bitta YouTube'da chiqasiz. 100 ming so'm o'tib. 100 ming o'tib bering aka. Endi aytganingiz emas, 100 ming o'tib bering. 100 ming so'm yo oldiradi yo qoldiradi-da buni. Qoladigan mol emas, qoladigan mol bo'lsa. Aka, qolmaydi. Narxi bilan berasiz-da buni. 18 million so'm akalar. 100 ga 18 million so'm. 18 bo'lsa oling deyapti aka. Bular 100 kam so'rayapti. Ana, bo'ldi shu 18 ga sotildi-da o'sha mol, xullas kalam shu. Bo'ylari 110, 115, bolasi irg'ochi, ikkinchi, uchinchi bola. Chekda pulini o'tasiz. Bo'g'ozlarga o'tamiz akalar. Sigir bozori uncha sustroq, bo'g'ozlar ham unchalik emas. Aka, bu bo'g'ozmi? Necha oylikka? 6 oylikka bo'g'oz. Nechinchi bolaga? Ikkinchi bolaga. Nech pul narx aka buni? 30 deyapsiz. Bozor nima so'rayapti? 26 yarim so'rabdi. 27 ham. Uydan 26 ham uydan 27 so'rabdi. Bozor 26 ham so'rabdi. Ikkinchi qoringa 6 oylik bo'g'oz sigirimiz ekan akalar. Tekshirilgan takbolajlar manasi garantiya, ha? Hamma narsasiga garantiya, tekshirilgan. Faqat aybi putlagan. Endi hozir shunaqa payt, mollar putlaydigan paytda issiq bo'lyapti. Aka, agar mabodo nomer qoldirsak 97lik 638 87 80. Akaga aloqaga chiqib so'ralsa, bormi bunaqa izi ko'pmi? Iz bor-a? Bo'ldi ana. Aloqaga chiqib so'raverasiz. Bo'g'oz 6 oyligi. Bu nechi bo'ldi? 13 million so'm bo'g'oz bu. 13 million 200 ming bo'g'oz bu. Ha, 7-8 oylik bo'g'oz ekan. Ha? 9 oylik bo'g'oz. Ha, 13 million 200 ga sotilibdi. Sog' bo'lsin. Bu bo'g'ozmi bu aka? Necha oylikka bo'g'oz bu? Yo'q, qisir. Yana qisirmi? Ha. Necha so'rayapti bozor? 6 million. Necha pul bo'lsa beraman deyapsiz? Egasi bilan ketdi. Ya siz Uchta turib hozir ha. Savdo qilyapsan o'zing. Ha, o'zi savdo qilyapsiz, olaman. Necha pul so'rayapsiz? 16 million. Ha, 16 million so'ralyapti ekan, bermayapti, hozir egasi ketibdi u yoqqa. So'rab kelaman deb ketibdi buni. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'ozmi, qisirmi bu? Qisir. Lekin yeni solib turibdi tayi. Ha, suti bor, suti oqib turibdi. Suti oqib ketyapti lekin. 16 million so'm. Menga so'rab turibdi akalar mana shuni. Ha. Hop. Aka, bo'g'ozmi bu? Necha oylik aka?
8 oylikka bo'g'oz nechinchi qorin aka bu endi? 4-qoringa bo'g'oz, 8 oylik bo'g'ozimiz yaxshi katta sigir. Xudo xolasa zo'r bo'lib berayotganidan sutni ham zo'r beradigan variantlar aka bu. Xo'p, bozor nima so'rayapti? Narxi nech pul aka buni? Bozor 29 dan 30 gacha so'rayapti. O'zi nech pul deyapsiz aka? 35 million. Nech pul bo'lsa sotaman deyapsiz. Oshsa sotamiz. Ha, 30 dan oshsa sotamiz deyapti. 4-bolaga bo'g'oz. Agar hozir nomerlarni so'rab ko'raman, agar nomer bersa, nomerlarni qoldirib ketamiz. Bunga nomer qoldiramizmi yoki nasib bo'lsa sotiladimi? Ayting. 94lik 338 5705 ga aloqaga chiqaverasizlar akangizni. Dehqonchilik yo tirikchilik? Dehqonchilik akamizga, lekin bozorda ko'p ko'rmagan uyini mol ekan. Xonazot mol ekan akalar. Bo'g'ozmi aka bu? Necha oylikka bo'g'oz aka? 2 oylikka bo'g'oz ekan. Amanimiz semizcha yaxshi. Bitta tuqqanmi, ikkitami? Birinchi. 7 oylikmi, 2 oylikmi? 7 oylikmi? 2 oylik deb eshitdim. 7 oylik bo'g'oz akalar. Narxi nech pul? 20 million bozor so'rayapti, bermayapsiz. 20 millionga bozor so'rayapti, berilmayapti akalar. Birinchi qoringa 7 oylik bo'g'oz, lekin yelin sop qo'ygan mol. Yelin tashab qo'ygan mana molimiz. Birinchi qoringa. Yaxshi molcha. Aka, bunga nomer qoldiramizmi yo nasib sotiladimi? Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Nasib bo'lsa sotiladi deyishyapti. Necha shvetsiyamiz? Nech pulga aka bu? 17 bozor so'rayaptimi yo 17 deyapsiz? Bozor 17 so'rayapti, berilmayapti aka. 17 million so'm bozor so'ralyapti ekan, berilmayapti ekan. Shvetsiyamiz. Asta g'onojinchalarga o'tamiz. Mana bitta shvetsiyamiz yaxshisi bor ekan. Nech pul deyapmiz mana shvetsiyamiz akalar? Bozor nima so'rayapti? Qochgan, qochmagan? Qisir. Bozor necha so'rayapti? Bozor 22 million so'rayapti ekan mana shu. Qisir, qochmagan g'onojinimiz. Shvetsiyamiz 25 million so'm bahosi. Bozor 22 million so'rayapti. Bunisi nech pul so'rayapti? 14,5 million so'rayapti. 14,5 bunisini so'rayapti ekan. Bunisi ham yaxshi g'onojincha ekan akalar. Nomer qoldirsa, nomer berib olishga harakat qilamiz. Nomer qoldiramiz bularga, nasib sotiladimi? Nomer shart emasmi bunga? 99lik 409 95 12 aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar akalar. Mana shuni sotilgan bo'lsa sotildi deb qo'yadi. Az qarshidan kelyapti hozir. Mana shvetimiz yaxshisi bor ekan bitta. Shvetcha g'onojinimiz. Aka bu bo'g'ozmi? Necha oylik aka? 3 oylikka bo'g'ozda garantiya bunimizda. Xo'p, birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Bozor nima so'radi aka? Necha pul narx aytyapsiz bunga? 40 million narx aytdi. 40 million narx aytyapsiz. Bozor nima so'rayapti? 28. 28 million so'm bozor so'rayapti. 3 oylikka bo'g'ozliga garantiya deyapti. 28 million so'm bozor so'rayapti ekan, 40 million so'm baho qo'yib turibdi. Lekin yaxshi sigir bo'ladigan akalar. Asosida kinnikligidan aka qarang, sutdor bo'ladiganidan. Lekin juda sutli sigir bo'ladi. 28 million so'mga ber. Aka nech pul bo'lsa beramiz buni? Ya mana bozor 28 ga so'rabdi, bermadim deyapsiz. Nech pul bo'lsa beramiz buni? 35 bo'lsa. 35 bo'lsa undan kami yo'q. Bugan 35. 30 larga ham gaplashib bo'lmaydimi? Kelaversin gaplashamiz. Telefon nomeri ayting. 93lik 097 9305 ga aloqaga chiqaverasizlar. Gaplashadi akalar. Beradi. Shu 30 lar atrofiga beradi. Telefon qilib tolashib tortib so'ra olaverasiz. Lekin yaxshi mol bo'ladi, yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa akalar. Garantiya lekin. 3 oylikga aka apparat qilib oladi. Garantiya bo'g'ozlik, ha? Ho'kizga qo'yilgan apparat qilinmagan. Apparat qilinmagan, ho'kizga qo'yilgan 3 oy oldin. Yaxshi. Aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar akalar. Xo'p, endi shu bilan kichkina mollarimiz videolarni boshlaymiz.
Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qaynerdan oladi? Zo'rmisiz? Men hozir Original Yana mana shu ham dahshat shvetsiyamiz bor ekan. Endi dahshat demaymiz, udar lekin zo'ri, guli tozasidan. Chista firmasidan xunojincha. Hop, stakan tuyoq, tikka oyoq, oq quloq, oq tumshuq. Fermennisidan akalar, lekin zo'r. Gap yo'q, maşallah. Sho'ri akamizniki. Sho'ri aka bu narxi nechi pul? 22 deyapti. Bozor nima so'radi buni? 18,5 18,5 million so'rabdi. Shundan biror nima olsa berasiz. Olsa berasiz biror nima. Ayting nomer. 88 88lik 389 389 84 84 45 aloqaga chiqib so'ra olaverasiz, lekin buzoq zo'r, kankir buzoq. Kelas, sigir qilaman deganlarga zo'r. Sog' bo'lasizlar. Bozoringiz bersa Sho'ri aka, aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar aka.